Assalomu alaykum. Rodeki ko'chasida mana shu Novostroykamiz 8 qavatlikning 3-qavatida liftlik domda kvartiramiz sotuvga chiqqan. Men video obzor ichkarisini ham ko'rsataman. Quvvatlovchilar bizga ham kirib oldik. Kirish eshigimiz bo'lyapti. Srazu ikkita разделный sanojal, mana shu prixoshka zona bo'lyapti. Zalimiz ham shunaqa полный remont bo'lgan. Mягкий mebel, konditsioner, havo narsasi mavjud. Zaldan shunday o'tganda ichkarida mana shunaqa kuxnya zona ham mavjud. Xonamiz spalni bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, uyimiz informatsiyasini qaytarib o'taman. Rodeki ko'chasi, xazaysinli magazinlarning orqasida bo'lyapti. Ko'cha boshida maksimum 100 metr chiqadi. Qavati 3-qavat 54 kvadrat metr, xonalar soni, ikkita polni yangi remont bo'lgan, hamma narsasi mavjud, mebel texnikalar narxini 63500 baholanyapti. Kimga qiziq bo'lsa pastga nomerlarni qoldiraman, yana savdosi maksimal mavjud. Hammaga rahmat.